Toshkentda balkonni agar uyga qo'shib oladigan bo'lsa, buzib tashlashyapti. Sizlar qo'shib olibsizlar. Sizlarga hali tegishmadimi? Yo'q, bizga tegishmadi. Bu yerda bitta fishkasi bor, Abbos. Ko'pchilik bilmaydi. Remont qilib biz bo'lgandan keyin afsuslanib qolishadi yoki buzib tashlashadi. Qonuniy jihatlama uy egasi bizda ruxsat olib berganlar. Qanaqa qilib desangiz, hozir bu yoq joyini aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda o'zini lokatsiyasini, propiskasini kelib chiqqan holda o'sha rayonni yagona darchasiga murojaat qiladi, ariza qoldiradi. U ariza kadastrga borib tushadi, kadastrligida keladi, tekshiradi va bizga o'xshagan professional chizma bilan shug'ullanadigan loyihachi, dizayner kompaniyalarga murojaat qildirib, o'zligini xonadonini, dizaynini, planirovkalarini chizdirish jarayonida biz o'zimiz bilamiz. Qayerda tegsa bo'ladigan davol bor, qayerda tegsa bo'lmaydigan davol bor. Shundan kelib chiqqan holda biz loyihani shakllantirib beramiz. Kadastrdagilar ham buni ko'radi, ishonch komili bo'ladi. Чтобы tegsa bo'ladigan davolga tegilgan, tegsa bo'lmaydigan davolga tegilmagan va o'shandan keyin ishonch komili bo'lib, xonadon uchun bemalol ruxsatnoma beradi. O'sha ruxsatnoma asosida qonuniy tarzda bizni balkonni zalga, uy xonamizda ham katta balkonni spalniga qo'shib kvadratdan unumli foydalanib ketganmiz. O'rtoqlar, bunaqa informatsiyalar uchun Plan.uz sahifasiga obunani bosib qo'yinglar. Va Abbos balkonini xonadoniga qo'shib ola olmayotganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishsa, qonuniy dokumentlarni chiroyli qo'shib beramiz. Zo'r. O'rtoqlar jo'natib qo'yinglar.